Sohibqiron she'riy drama. Sohibqiron 1996-yilda O'zbekiston xalq shoiri Abdulla Oripov tomonidan yozilgan. Sohibqiron Amir Temur hayotiga bag'ishlangan she'riy drama. Amir Temur jahon tarixida chuqur iz qoldirgan shaxslardan biri. Uning hayot yo'li bir tekis kechmagan. Taqdirning turfat zarbalariga munosib dosh bera olganligi uchun ham shunday ulug' maqomga erishgan. Abdulla Oripov qalamiga mansub Sohibqiron she'riy dramasida Amir Temurning murakkab umr yo'li haqqoniy bo'yoqlarda ochib berilgan. Sohibqiron dramasida Amir Temur janglarda emas, balki ko'proq o'ylar girdobida aks ettiriladi. Asarda Temurning murakkab tabiati, uning Amir Husayn, Sulton Bayazid, amirlar, o'g'illariga munosabatni ko'rsatish mobaynida yorqin aks etgan. Amir Temur tajribali hukmdor va o'ychil faylasuf sifatida davlatni ushlab turguvchi tayanchlarni mo'l xazina, yagona shoh, yengilmas lashkar deya belgilaydi. Drama Temurning fuqarolarga munosabati, hukmdorlar seva turib fuqarolarni umid hamda qo'rquv ichida saqlashi darkor degan qarashda aks etadi. Asarda Amir Temurning o'z dushmanlari gunohlarini ham kechira oladigan shaxs ekani, Sulton Bayazid, haddidan oshgan kimsani jazosiz qoldirmasligi, Amir Husayn, ezgu amalli kishilarni taqdirlashi, Hofiz Shiroziy va Qosimbek timsollari orqali ishonarli aks ettirilgan.